Avtostop challenge'imni bugun birinchi kuni. Bu sayohatimdan maqsad Ispaniyaning 7 ta shahrini tekinga avtostop orqali aylanib chiqish edi. Keling bu challenge'im qanday o'tganini ko'rib chiqamiz. Ispaniya bo'ylab avtostop sayohatim Sevilla shahridan boshlandi. Bu sayohatimda umumiy Andalusiya regionini 7 ta shahrini bir tiyin ishlatmasdan aylanib chiqish kerak edi. Uchib kelishim bilan shunday hostelga $22 to'lab shaharni tomosha qilishni boshladim. Andalusiya o'zi Yevropaning eng issiq regionlaridan biri hisoblanadi. Avtostop uchun bu narsa juda katta muammo bo'ldi-ku, lekin oldindan aytaman, men uddaladim. Sevillaning tarixiy ko'chalarini mazza qilib aylandim. Plaza de España Sevillaning mashhur joylaridan biri. Dunyodagi eng uzun yog'ochli bino, Metropol Parasol va yana juda ham ko'p qadimiy binolarni va ko'chalarni ko'rib, ertasi kuni avtostop bilan yangi shaharga yo'l oldim. Lekin sayohat qilmoqchi bo'lganlar uchun videoga diqqat. Hozir sizlarga bitta shahardan ikkinchi shaharga avtostop qilishni o'rgataman. Xo'p, avtostop qilish uchun birinchi o'rinda bitta trassa topib olamiz. Bu trassa shahardan chiqish trassasi hisoblanadi. Kardabaga yetib olish uchun juda qulay. O'shaning uchun ikkinchi o'rinda qog'ozga ketayotgan shaharga yozib olasiz. Meniki Kardaba bo'pti. Oxiri mashinaga ham o'tirib olib Kardabay shahriga yo'l oldim. Ispaniya bo'ylab keyingi avtostop qilgan shaharlarni o'tkazib yubormaslik uchun like bosib, albatta menga obuna bo'lib qo'ying.